Endiki mavzumunda Şinjan'da cazalaş lagerini süratga tartganligi uchun Jungo bir necha 10 nafar chet el muxbirini qo'lga oldi. Mavzuda xabar 12-28-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Yevropada Jungoning diniy e'tiqod erkinligi va kishilik huquq xotirasiga diqqat qilayotgan bir torbeti jurnalida mundaq ko'rsatildi. Jungo doiralari jasuslik jinoyati va ag'darmachilik jinoyati bilan ayblab bu organga qarashli bir qancha 10 nafar xabar yozuvchini nazarband qildi. Buning ichida bir nafari Şinjan'da maxfiy yoshirin jazolash lagerini suratga tortgan muxbir qo'lga olingandan keyin izdirak so'z g'oyib bo'ldi. Shtabi Italiyaga joylashgan oldingi sap Shiverg'an mavzuliq jurnal 12-27 xabar e'lon qilib, bunday ko'rsatdi. Shiverg'an jurnalining Jungodagi 45 nafar xabar yozuvchilari material to'plaganligi, xabar yozganligi va suratga tortishga munosabatli jumladan Jungo Kompartiyasining diniy e'tiqod erkinligini bostirganligi, kishilik huquqni dafsanda qilganligiga munosabatli faktlarni suratga tortganligi uchun qo'lga olindi. O'tgan 2 oydan beri Shiverg'an jurnali orqadan tekshirish doklati e'lon qilib, Jungo doiralarining Şinjan'da tarbiyalash nomida qurib chiqqan yig'ilish lagerlarining amaliyotda turmalar ekanligini oshkorladi. Masalan, Illinois'da bir o'rinda qurilgan yig'ilish lageri har bir uyning 2 qatlamli to'mir ishki bor. Ders so'zlash ustili bilan o'quvchilar o'tiradigan orliq simtor bilan ayrilgan. Sinf yotoq, koridor, hatto tarixxonalarda hamma yerga kuzatish kameralari qo'yilgan. 24 soat kuzatib turadi. Bu yer 8-oyda Shiverg'an jurnalining bir nafar muxbiri jazo lageriga so'qinib kirgan. O tartgan suratlar va to'plagan uchurlar hozirgacha bo'lgan arliqda yig'ilish lagerining ichki qismida tafsiliy oshkorlagan xabar bo'lib hisoblandi. Shiverg'an bunday ko'rsatdi. Bunday zo'r xatarga qaramay jazolash lagerining ichki mashg'ulot olib borgan bu muxbir Şinjan'ning o'zidagi muxbir edi. Bu muxbir 9-oyning oxirida qo'lga olindi. Hozirgacha izlariga yo'q. Bundan boshqa yana 2 nafar xabar bilan ta'minligicha 10-oyning o'ttirillarida Jungoning Fujian o'lkasida qo'lga olindi. Hozirgacha turmada doirlar ularni oila tabobatlari bilan ko'rishtirmadi. Xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Ular turmada jismoniy qiynashga uchradi. Muxbirning ba'zilari nazarband qilindi, ba'zilari nazarband qilingandan keyin hukumat ularning izlarini berishni rad qildi. Yoki ularga munosabatli to'rbetlari xakerlarning hujumiga uchradi. Shiverg'an jurnali 5-oyda ta'sis qilingan. Bu jurnalni Italiyada yangi gullangan din tadqiqot markazi boshqaradi. O torbat Jungo hukumatining diniy e'tiqod ziyonkashlik qilishi, kishilik huquqni Jungo hukumati dafsanda qilishi ahvollarini ingliz tili, hanzu tili, italyan tili, fransuz tili, yapon tillarida xabar qilishni maqsad qiladi. Agar xabarsiz bo'lsam, meni kechiringlar, hurmatli vatandoshlar. Hozir torbetlarda so'zlayotgan yoki tabliğ qilayotgan domlalarning soni xiliyaga boradi. Ularning ko'pinchisi yoshlarkan, men ko'midimmi yoki xabarsizmi, lekin bir savol qo'yib boqay. Sizlar vatandoshlar
bir Arap tilida, boshqani qo'yaylik, bir Arab tilida bir jurnal ishlab yoki bir tor beti ishlab Uyg'urning beshig'i kelayotgan bu kunlarda islom dunyosi to'nitishni urinlab ketar edi ular yigitlar. Lekin sizlarning shunday qilganliginglar to'g'risida meni xabarim yo'q. Bugun İtalya shunda o'rlashtiribdi, lekin uning muxbirlari Jungo tarafidan qo'lga olindi. Hukumatining diniy e'tiqod ziyonkashlik qilish, kishilik huquqini dafsanda qilish ahvollarini ingliz tili, xanzu tili, italyan tili, fransuz tili, yapon tillarida xabar qilishni maqsad qiladi. Shivirg'an yo'rnida. Shivirg'an Jungo Kompartiyasining chet eldagi dushmani deb ataldi. Bu torbetga xabar yozuvchilar Jungo Kompartiyasi zarba beradigan obyektga aylandi. Qo'yib berilgan xabar yozuvchilar Shivirg'anga mundaq oshkorildi. Doirlar ogohlantirish berib, material to'plashdan jasuslik faoliyati va og'dirmachilik bo'ladiganligini, agar Kompartiya xohlasa, bundaq kishilarni cho'melini chaylagandek chaylayveradiganligini ogohlantirdi deyishdi. Xalqaro chegarasiz muxbirlar tashkiloti doklad e'lon qilib, Jungo yanala muxbirlarni eng ko'p qo'lga olgan davlat. Navbatda 60 nafar muxbir Jungo hukumati tarafidan nazarband qilindi deb ko'rsatdi.